Assalomu alaykum hurmatli TikTok ishqibozlari va obunachilarimiz. Xohlasa mana bugun Namanganlik akalarimizga Cobalt avtomashinasiga farqoblarni sinovga qilib, pritsepimizni ulab tayyorlab berdik akalar. Pritsepimiz razmeri 2.30 ga 1.40 cm. Pritsepimizning dokumenti hammaga qiziq. Dokumenti oluvchining nomiga short faktura bilan yozib beramiz akalar. Oluvchi qaysi viloyatda uch o'tib tursa, tuman yoki shahar mallolaridan nomer tex pasportini qadab olaverasizlar akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'idan bo'lyapti. 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz akalar. Pritsepimizning gurza podyomi 1 tonna 200 bo'ladi. Balonlarimizni zakasga qarab qo'yib beraveramiz. Xohlasalang Damas, xohlasalang Cobalt, xohlasalang Nexia. Unisini qizig'i yo'q. Kelishilgan holatda bo'ladi albatta. Ramalarimiz Cheviller. Pritsepimizning resori, pritsepimizning zavodskiy 5 siloli resoridan stofara holatlarimiz yangi akalar mana stofarasi, ya'ni montajlari tayyor bo'ladi pritsepga. Mashinadan tokini chiqarib ulab tursalang bo'ldi. Mashinaga ulash uchun shtekerlarni beriladi akalar. Farqoblarimizni ko'rib turibsizlar. Rossiyskiy chiroyli qilib so'nib berganmiz. Zamoklarimizni 1 tonna 400 yaxshi zamoklardan qo'yib beramiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz akalar. 99lik kod bilan 23688, 90lik kodi bilan 1763688 akalar. Tanlovda adashmanglar. Obuna bo'lishingizdan chiqarmaymiz akalar. Xudo xolasa mana chiroyli qilib sinfga qilib beramiz. Xohlagan markalarga farqoblarimiz mavjud. Farqob va zapchastlarimiz bor akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.